Bugünkü video obzorumuzda zilni peredni osi ve ruloviy tiyagasını zapçasları bilen danıştırıp çıkamız. Şu resimdeki narsalar bir danıştırıp çıkamız. Şu narsaları bilen. Şunda bize de povrotni kulak, safa, sayuzni toza işletilmeyeni bu narsani bilasizlar. Levi provisi boladı. Bir de tarafında hemen 2 tane döşük boladı. Bir yanı zakriti boladı. Bunun tazasında futulkaları özünde zavodskoy boladı. Hech qanday usta olib borib bilmaysizlar. Rodnoy futulkalari bilan keladi. Polisni o'tirib qo'yaverasizlar. Bu tarafdan ham görünüşü. Keyin pоворotni quloqni gayki shaybalari komplekt. Yaxshi xilosi bilan. Keyin shkorinni polisi birni o'tib turadigan. Bunga ham soyuzni rodnoy narsa ishlatilmagan masla bo'lib turibdi. Keyin yo'q, o'zini safasini zo'ttiramiz desangizlar, futulkalar ham bor. Futulkasini qoqib raybratish kerak. Zo'r qadimki narsa. Keyin klini, qaziqi, polisni. Keyin safani o'zini shaybasi, o'zida keladigan mashina o'zida keladigan bu. Ko'p odam lekin hozir mening pachpikli xili qo'yib turibdi. Rol yengil bo'lsin deb. Zo'r narsa. Keyin zazur shaybalari. Keyin kalta tiyaga zbori bo'lib turibdi. Soyuzning toza narsa. Bu narsa bilasizlar, mashinada eng opasniy bo'lgan yerlaridan biri. Shu o'ynab tursa bo'lmaydi. Buni ichini sharovoylari kalta tiyagani, yani rezbala tarafı soyuzning toza vajmag'am suxariki 2 dona turadi shunday deb. Bir yan döşükli, bir yan döşüksiz bo'ladi. Döşükli tarafı smaska olish uchun. Keyin prujina. Bu prujina ham ko'pincha sinabda o'ynab yuradi. Bergi tupoy polis tarafı, tupoy polisi 2 dona suxariki xuddi shuning va prujina. Komplekt bo'lib turibdi. Bu narsani bilasizlar, shu orqasidan ochilib o'zgaradi. Keyin uzun tiyaga nakonechnik, uzun tiyagada Levi provisi bo'ladi bu narsada. O'zini pinniklari bilan komplekt bo'lib turibdi. Keyin uzun tiyagani içine sharovoylari. Bunga soyuzni toza ishlatilmagan narsa. Suxariki, polisi, gaykisi komplekt. Keyin uzun tiyagada turadigan bu polisi. Bunga top toza narsa ishlatilmagan. Hamma narsasi nalichi sotuvda bor. Videoga like bosib qo'yamiz. Podpiska bo'lmagan bo'lsangiz, podpiska bosib qo'ying. Shundan zo'r yangiliklarni tashab boramiz. Kommentariyada fikrlaringizni kutib qolaman. Zilni xudo xolasa ish kitobi bo'yicha hamma narsasini ko'rsatib o'tamiz.